qizlar Maydri shopda 150 ming so'mga nima olsanglar bo'ladi skidkada? Bombami? Bomba skidka bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Bu skidka faqat sizlar uchun. Qaranglar. 150 mingga bitta qolgan. Mana mashalar, qaranglar. Firmalarni qaranglar, Katania firma, Bella Valenti firma, qizlar jonlar, bular 550 sotilgan koftalar. Bu safargisi 150 ming. Men bu kofta ikkitagina qolgan 150 ming. Qizlar, bular sotilmayotgani uchun emas. Sizlarga va'da berganim uchun bunaqa skidka. Mana bittagina qolgan, cho'ntagi ham bor. Anaqasi vobshe zo'r sifati. Men bu amerikankani qaranglar, ikkitagina qolib ketibdi oldingi skidkadan ham, o'shaning uchun buni ham 150 ga qo'ydik. Qizlar, men bu lyon kofta, bu ham 150 ming. Yangi kolleksiyada yana keladi bulardan. 680 ming sotiladi keyin. Qizlar, bu yoqqa olib keldim. Jinsi shimlar, vobshe brendовый jinsi shimlar, qaranglar. Strechi bor, juda ham zo'r strechi bor, no issiqroq, lekin 150 mingga olib qo'yishingizga arziydi. 3 tagina shim qolib ketibdi qizlar. Bu oldingi kuzgi kolleksiya narsalari edi. Bularni ham 150 mingga qo'yib yubordik. Qizjonlar, bunaqa bomba skidkalar faqat mana do'konimda sizlar yaxshi bilasizlar. Men spetsialni sizlar uchun gapga javob 150 mingdan shunday bomba narsalarni qo'ydim. Oydin ko'rsat. Qaranglar, bu narsalarni hech qachon 150 ming so'mga Turkiyada даже ko'rmaysizlar. Turklar ham hayrani bo'ladi. Qaranglar, firmalarga qaranglar, sifatiga qaranglar. Bomba chegirmasi faqat mana do'konimda sizlarni kutib qolaman. 8 fevral